Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchi. Demak, biz davom etamiz. Bugun sizlar bilan notebook elimda, misol uchun, YouTube'dan qanday foydalanish, undagi videolar qanday qilib yuklashni ko'rib chiqamiz. Endi siz bundan buyog'iga YouTube videolarini shunchaki ko'rmaysiz. Demak, boshlaymiz. Har doimgidek daftar yaratib olamiz, ya'ni notebook yaratib olamiz va biz YouTube'dan ma'lumot yuklash degan joyni ochib olishimiz kerak. Ungacha esa, deylik, bu yoqdan biz video olishimiz kerak. Maksimal, vaqti ko'p bo'lgan, uzun bo'lgan videoni topishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun, mana biznes plan, full course deymiz. Demak, 55 ta dars, mana 1 soatlik video. Even to governmental. E'tibor beramiz. MIT, e'tibor beringlar, Amerikaning eng kuchli universitetlaridan bittasi bo'lgan MIT Open Courseware bo'yicha 1 soatlik dars olamiz. Mana kopiya qilasizlar, juda sodda. Notebook elimga yuklaymiz. E'tibor bering, bir vaqtning o'zida biz 10 talab, 20 talab, 30 talab videoni yuklashimiz mumkin. Davom etamiz. Bu bitta video. Demak, 19 minutlik kam. Mana bu joyda 2 soatlik video bor. E'tibor beramiz. Next up, I want to teach you something practical. Biznes plan bo'yicha davom etamiz. Buni ham olamiz. Kopirovat qilib, buni ham yuklaymiz. Yana qaytamiz. Biznes plan bo'yicha videolarni izlaymiz. Right, biznes plan 13 minut kam bizga. Bizga uzoqroq bo'lgan videolar kerak. 3 minut, 11 minut kam. Demak, bu bizga kerak bo'lmaydi. Biznes plan yarim soatlik video olamiz. I've started 2 six-figure businesses of my own and helped clients scale to 7 figures, and I have never once written. Notebook elimga yuklaymiz. E'tibor berishinglar uchun taxminan 3 yoki 4 soatlik videoni men yuklayapman. E'tibor bering, asosiy biz oladigan narsa nima desa, YouTube'da 1 soatlik, 2 soatlik, 3 soatlik, 10 soatlik videolar bor. Biz ularni vaqt kam, zamon tez bo'lgan vaqtda hammasini ko'rib o'tirishimiz shart emas. Demak, biz nima qilamiz desa, notebook elimga tashlaymiz. Mana manba joyiga tashlaymiz. Xo'p, nomini belgilab olishimiz kerak. Aytaylik, test. Biznes plan. Manba mana tayyor bo'ldi. Endi taxminan 2 soat, 3 soatlik video deylik. Savol beramiz. Videolar nima haqida? O'zi savol berib qo'yibdi. Qanday qilib pulsiz biznesni boshlashim mumkin? Nima uchun aqliy xarita biznes rejadan yaxshiroq? Biznesda muvaffaqiyatga erishish uchun omadni qanday qilib buzish mumkin degan savollar berdi. Bu savollar qayerdan kelib chiqdi desa, umumiy videolarning eng muhim yakuniy xulosasi sifatida kelib chiqdi. Davom etamiz. Manbalar tadbirkorlik bo'yicha keng qamrovli ta'lim qo'llanmasini taqdim etadi. Unda an'anaviy akademik tuzilmalar ustidan amaliy donolikka urg'u beriladi. Yana savol beramiz. Nima haqida? Demak, savol berdik. Endi tahlil qilishni boshlaymiz. Siz bu joyga maksimal aytaylik 50 tagacha, 100 tagacha linklarni bemalol yuklab tashlashingiz mumkin. Notebook elim umuman qiynalmaydi, bemalol tahlil qilaveradi. Demak, ketdik. Tahlil davom ettiramiz. Biz bunga savol bergan edik. Hozir menimcha uni ko'rib chiqyapti. Xo'sh, videolar nima haqida? Yozyapmiz va tahlil qilishni boshlaymiz. Xuddi boya PDF yuklaganimizdek, endi manbamiz YouTube video. YouTube videodan biz prezentatsiya qilishimiz mumkin, test qilishimiz mumkin. Yana qo'shimcha o'zimiz uchun video darslik tayyorlashimiz mumkin. Bu video bo'yicha biz testlar tayyorlashimiz mumkin. Uni bosqichma-bosqich ko'rib chiqamiz. Hozirgi videoda, hozirgi darslikda asosan YouTube orqali ishlash edi. Demak, u juda ham sodda edi. Men tez-tez takrorlab ketaman. YouTube'ga kirasiz, o'zingizga kerakli bo'lgan videoni olasiz.
Xo'p, xohlasangiz tepadan, misol uchun tepadan kopировать qilishingiz mumkin yokida mana shu yerda поделиться degan tugma bor. O'sha joydan, bemalol kopировать qilib, bu yoqqa tashlashingiz mumkin. Demak, u bosqichdan o'tdik, tashladik va bizga xulosa beryapti. Tez-tez ko'rib chiqamiz. 1, 2 soat 26 daqiqada deyapti. 2 soatlik. Biznes bilimlari Simon Skubi, ya'ni asosiy mavzular, pulsiz biznes yo'nalishi, o'z maqsadingizni topish, to'g'ri hammuassis, ya'ni co-founder, sherik aniqlash, sotuv, marketing va PR sirlari. Undan tashqari investitsiya va uning 8 ta qoidasi, o'ziga xos hisob-kitoblar, aql mavjud deyapti. Ikkinchi videoda Nuts and bolts of new ventures and business plans MIT bo'yicha xulosani aytamiz. Asosiy hisob-kitoblar, biznes rejasi, investorlarni jalb qilish. The one page business plan that made Z deyapti. 200 ga 24. Birinchi bosqich g'oyani yaratish, sotuv voronkasi, amaliy misollar. Xulosa qilib aytganda deyapti, videolar biznes boshqaruv sirlarini turli rakurslardan ko'rib chiqadi. Simon Skup hayotiy va aql quvvatiga, MIT akademik va tizimli qiymatga, deya esa tezroq harakatga undovchi bitta sahifalik sodda rejaga urg'u beryapti. Endi bundan so'rashimiz mumkin. Siz bundan xohlagan ma'lumot so'rashingiz mumkin. Aytaylik, jadval ko'rinishida eng muhim joylarini menga ajratib ber. Yana so'rashimiz mumkin. Raqamlarda gaplashaylik. Biznes reja tuzishda qanday raqamlar kerak bo'ladi? Xo'sh, men unga jadval qilib berdim. Mana. Manba video deyapti. Asosiy yondashuv, eng muhim tushunchalar, amaliy tavsiyalar. Simon Sop, ya'ni Squib, amaliyotga tayanuvchi qoliplarni buzish va pulsiz startap usullari. Maqsad deyapti. Maqsad nima? Biznesning asosiy pul ishlash emas, balki qandaydir muammoni hal qilish bo'lishi kerak deyapti. Buni xulosasi. Endi amaliy tavsiyalar. Aql rivojlanishi. An'anaviy va qotib qolgan biznes rejalar o'rniga erkin va aql kuchidan foydalanish ekan. Keyingisi MIT Open Course War. Biznes reja hech qanday hujjat emas, balki jarayon, tahlil va jamoani bir harakat vositasi sifatida aylantirish deyapti. Biznes, misol uchun, har qanday o'rnatish qiymatiga asosi deyapti. Qisqacha xulosa, rejangizning savol qismi investorlarning to'rtta narsaga javob berishi shart. Nega aynan bu ish, nega hozir, nega sizning jamoangiz va nima uchun bu ishlamasligi mumkin. Xo'p, deya o'ylab vaqt murakkab hujjatlar o'rniga harakatga undovchi qisqa va amaliy reja tuzish kerak. Ya'ni uzoq muddat o'ylab o'tirgandan ko'ra tez-tez qisqa bir varaqli reja tuzish haqida gap ketgan. Endi biznes reja tuzishda qanday raqamlar kerak bo'ladi? Mana shu manbadan tortib beradi. O'z tepada savollar bor. Biznes reja o'rniga aqliy xaritadan qanday foydalanish mumkin? Bitta sahifali biznes reja uchun aniq qadamlar qanday? Ya'ni qadamlar ketma-ketligi. Yo'llashda 7 va 8 qoidasi haqida ko'proq ma'lumot bering. Ya'ni videoda shu qoida haqida gap ketgan. Biz endi aytishimiz mumkin. Yuqoridagi ma'lumotlardan foydalanib menga biznes reja tuzib ber. Tuzib ber desak, tuzib beradi. Bunday davom etamiz. Raqamlar haqida gaplashyapmiz. Narxni 10-20% ga oshirish, xo'p, 1+1 11 effekti, zo'r narsa mana shu ham. Xo'p, kontentning 30% aniq sotuvga chaqiriq, ya'ni call to action bo'lishi kerak. Ketdik. Bizga plan tuzib berishi qiziq. Mana shuni ko'rib chiqamiz. Shu bilan bugungi videomizni tugatamiz. Demak, yuqoridagi ma'lumotlardan menga biznes reja tuzib ber dedik. Qani qancha vaqt ketadi? Test. Biznes plan
manbalarimiz 3 ta, hammasi YouTube'dan olindi. YouTube'dan link juda sodda. Demak, yuqoridagi manbalarning barchasi an'anaviy uzoq va qotib, tak kutib qolgan rejalar, rejalashtirish, vaqtni behuda natijalar deb hisoblaydi. Ular hujjatdan ko'ra, deyapti, harakat qilish va jarayonni muhim deb bilishadi. Hujjatbozlikdan harakat qilish muhim ekan. Demak, biz rejamiz tuzildi. Qisqacha tuzatish, xulosa. Nega aynan bu ish? Demak, g'oyani tekshirish, biznes planimiz bo'yicha sotuv va marketing voronkasi, aql xaritasi, jamoa va maqsad, mana shular haqida ketadi. Agar sizda aniq bir biznes g'oya bo'lsa, deyapti, ushbu bandlar bo'yicha, masalan, menga muammo kim, qanday muammo va xavfsizlik ma'lumot bersangiz, deyapti, buni siz bilan birgalikda to'ldirib, reja holatiga keltirishimiz mumkin. Mumkinmi? Ha, mumkin. Demak, bizga hozircha shular. Siz demak notebook LM va LMni ishlatish uchun YouTube'dan bemalol istalgancha, istalgan formatda foydalanishingiz mumkin.